Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkinchi ma'ruzamiz, ya'ni loyihaning hayot aylanishi. Bundan oldingi darslarda biz loyiha nima, loyiha konsepsiyasi nima, loyihani boshqarishdagi asosiy key faktorlarni ko'rib o'tgan edik. Bugun esa biz shu loyiha aylanishi nimaligini va loyihani hayot sikli deganda qanday tushunchalarni bugun esa loyihaning hayot aylanishi, ya'ni loyiha chiqilganidan to tugatilguncha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Loyihaning hayot aylanishi Project Life Cycle, ya'ni bu inglizchasi dasturiy ta'minot. Dasturiy ta'minot bugungi kunda iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa barcha sohalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uni samarali ishlab chiqish uchun qat'iy rejalashtirilgan jarayon zarur bo'ladi. Shu bois dasturiy ta'minotning hayotiy davri Software Development Life Cycle tushunchasi paydo bo'lgan. Software Development Life Cycle, ya'ni dasturiy ta'minotning hayot sikli, dasturiy mahsulotni ishlab chiqish, uni testlash, joriy qilish va keyinchalik qo'llab-quvvatlash jarayonini tartibga soluvchi ketma-ket bosqichlar yig'indisi hisoblanadi. Har bir bosqichning o'z vazifasi, natijasi va asosiy ulushi mavjud bo'ladi. Bu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin. Dasturiy ta'minotning hayot sikli. Xo'p, qanday bosqichlardan iborat? Analyzing, ya'ni bu loyihaning g'oyasini shakllanishi. Xo'p, undan keyin dizayn, ya'ni loyihani g'oyasi shakllanganidan so'ng, talablar ishlab chiqilganidan so'ng biz dizayn qismiga o'tamiz va dizayn qismini yaratamiz. Bu dizayn qismi, ya'ni front-end, foydalanuvchiga ko'rsanib turadigan qismi bu dizayn qismi hisoblanadi. UI UX dizaynni nazarda tutsak ham bo'ladi. Xo'p, undan keyingi bosqich implementation. Bu implementation bizda juda qo'pol qilib aytsam, kod yozish desam ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda front-end, back-end koderlar kod yozadi. Xo'p, bizni loyihamiz tayyor bo'lganidan so'ng bizda testlash jarayoni bo'ladi. Testlash jarayoni bu undan oldingi jarayonlarni testlaydi. Ya'ni har bir bosqich yaxshi ishlab turibdimi? Ularni misol uchun kirish tugmasini bosib tizimga kiryaptimi? Ha, kiryapti. Xo'p, bunday holatda testlash muvaffaqiyatli yakunlangan bo'ladi. Testlash qismidan keyin evolution, ya'ni rivojlanish qismi bo'ladi. Har bir loyiha ishlab chiqilgandan keyin rivojlanish qismi albatta kerak bo'ladi. Ya'ni bu rivojlanish qismi orqali biz loyihamizni yanada takomillashtiramiz va bu bizni loyihamizni ham moddiy taraflama, ham bozorda eng yaxshi loyiha bo'lishiga olib keladi. Xo'p, bizda asosiy bosqich boshlang'ich bosqich hisoblanadi. Bu planning bosqichi hisoblanadi. Mavjud muammo yoki ehtiyojni aniqlab olishimiz kerak. Rostki, qandaydir proyekt ishlab chiqib, misol uchun Hemis tizimi yo'q, ishlab chiqilmagan deb qarasak, xo'p, bu Hemis tizimi kimlar uchun kerak? Universitet o'qituvchilari va talabalar uchun. Muammo yoki ehtiyojni aniqlash. Muammo nimada? Muammo talabalarni qog'ozda baholash, qog'ozbozlikni ko'payishini olib keladi. Xo'p, muammo aniqlandi. Endi yechim. Agar biz onlayn baholash tizimini, onlayn fayllarni yuklash, onlayn fayllarni yuklab olish tizimini joriy qilsak, bizda muammoga yechim topiladi. Xo'p, muammo ham, ehtiyoj ham aniqlandi. Bundan keyingi bosqich loyiha maqsad va vazifalarini belgilash. Loyihaning maqsadi nima ekan? Talabalarga o'z fandan olgan baholarini ko'rish, fan bo'yicha amaliyot topshiriqlarini yuklash,
Xo'p, ma'ruzalarni va amaliyot topshiriqlarini istagan vaqtida elektron shaklda ko'rish. Undan keyingi bosqich texnik iqtisodiy asoslash, ya'ni business case hisoblanadi. Business case bu bizni loyihamizni pasporti hisoblanadi desak ham bo'ladi. Hozir namunasini ko'rsatib o'taman. Xo'p. Bu bizda business case shabloni hisoblanadi. Bu yerga loyiha nomi, xo'p, loyiha nomi yoziladi. Undan keyingi qism bizda muammo yoki imkoniyat tavsifi. Business case bu asosiy 7 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Eng birinchi bosqichimiz bu muammo yoki imkoniyatni tavsifi, ya'ni loyihaning zarurligi nimada, qaysi muammo yoki ehtiyojni hal qiladi. Agar muammoni, loyihani zarurligi topilmasa, qanday muammoni hal qilish topilmasa, bunday loyiha yaroqsiz deb hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi bosqichimiz bizda maqsad va vazifalar. Loyihani ishlab chiqishimizdan maqsad nimada? Uni asosiy vazifalari nimada? Maqsad va vazifalarni biz birinchi ma'ruzamizda o'tganmiz. Afzalliklari. Loyihamizni bundan oldin ishlab chiqilgan loyihalardan afzalligi nimada? Misol uchun bizda modul tizimi bor edi. Modul tizimidan keyin bizda Hemis tizimi ishlab chiqildi. Xo'p, Hemis tizimini modul tizimidan afzalligi nimada? Loyihaning iqtisodiy, ijtimoiy yoki texnik jihatdan foydasi qanday? Shunday savollarga javob yoziladi. Xarajatlar va byudjetlar. Loyiha uchun kerak bo'ladigan xarajatlar. Bu xarajatlarning ichiga inson resurslari, texnologiyalar va moddiy resurslar ham kiradi. Xo'p. Taxminiy umumiy summa. Loyiha uchun qancha summa ajratilmoqda? Bu startap loyihami yoki bo'lmasa startapdan keyingi bosqich scale upga o'tgan loyihami? Shunga qarab turib loyihani summasi yoziladi. Risklar. Har qanday loyiha bo'lishidan qat'iy nazar bizda risklar bo'ladi. Risklar bu xavflar deb tarjima qilinadi. Loyihani amalga oshirishda duch kelinishi mumkin bo'lgan xavf va muammolar. Bu yerga shular to'liq yoritilib yozilishi shart. Xo'p, undan keyin alternativ variantlar. Loyihani amalga oshirishning boshqa yo'llari yoki alternativ qarorlar. Loyihani amalga oshirishning boshqa yo'llari deganda, misol uchun biz veb-sayt ishlab chiqmoqchimiz, uni mobilniy application qilsak bo'ladimi yoki bo'lmasam Telegram bot bo'lsa yaxshimi? Insonlar qay biridan yaxshi foydalana olishadi? Qaysi yoshdagilar uchun qanday platformalar yaxshi? Shuni eng avvalo bu yerda aniq qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, yakuniy xulosa va tavsiya. Bu yakuniy xulosa. Agar bir komanda bo'lib ishlayotgan bo'lsak, team menejer, ya'ni komandani menejeri va xodimlar orasida muhokama qilinib, keyingina asosli qarorga inobatlangan holda to'ldiriladi. Xo'p, endi prezentatsiyamizga qaytsak, bizda keyingi bosqich, undan keyin byudjet va vaqt resurslarini hisoblash. Xo'p, byudjet va vaqt resurslarini oqilona hisoblasak, bizni loyihamiz albatta muvaffaqiyatli loyihalardan biri hisoblanadi. Loyiha manfaatdor tomonlarini, ya'ni stakeholderlarni aniqlashimiz kerak. Undan asosiy ulushi loyiha kerakmi yoki yo'qligini aniqlaydi. Amaliy misol, universitetda talabalarni masofaviy nazorat qilish muammosi mavjud. Loyiha shu ehtiyoj asosida boshlanadi. To'g'rimi? Biz hozir mana masofaviy ta'limdagilar uchun dars o'tyapmiz. Lekin ularni masofaviy nazorat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda muammo bor. Kimdir shunday muammoni hal qilsa, bu ham universitet uchun, ham talabalar uchun juda yaxshi yechim bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi bosqichimiz talablarni tahlil qilish, ya'ni requirements analysis. Xo'p, talablar qanday tahlil qilinadi? Buni ham maqsadi bor va vazifalari bor. Xo'p, asosiy vazifalari foydalanuvchi ehtiyojlarini yig'ish, ya'ni intervyu, so'rovnoma, kuzatuv orqali. Xo'p, funksional va nofunksional talablarni aniqlash. Funksional talablar bu loyihada
bo'lishi kerak bo'lgan narsalar shu nofunksional talablar. Asosan bizni ko'zimizga ko'rsanmaydi, lekin ularni ham keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Talablarni hujjatlashtirish, software requirement specification. Xo'p, asosiy ulushi kelajakdagi dasturiy ta'minot qanday ishlashini aniq belgilab olish. Amaliy misol: onlayn baholash tizimi uchun talab foydalanuvchi kirishi, test yaratish, avtomatik baholash, natija chiqarish qismlarini bo'lishi. Xo'p, bizda vazifalarimizni davomi: umumiy arxitekturani ishlab chiqish, monolitmi, modulmi yoki mikroservismi, qaysi arxitekturadan foydalanmoqchimiz, bu yerda shu nazarda tutilgan. Xo'p, keyingi bosqich ma'lumotlar bazasi dizayni, interfeys dizayni, ya'ni UI UX. Bunga prototiplashni misol qilib aytsak bo'ladi. Texnologiya va dasturlash vositalarini aniqlash, ya'ni qanday texnologiyadan foydalanyapmiz. Agile, Scrum, Kanban va hokazo. Dasturlash vositalari. Misol uchun PHP'ni Laravel frameworkidan foydalangan holda, shunga o'xshash qilib aytsak bo'ladi. Asosiy ulushi ishlab chiqiladigan tizimning konseptual va texnik modelini yaratish. Hop, misol tariqasida web applikatsiya uchun frontend Reactda, backend Django'da yoki bo'lmasam Java Spring'da, database ya'ni ma'lumotlar bazasi PostgreSQL'da. Xo'p, bizda keyingi bosqichimiz dasturlash. Dasturlashning asosiy vazifalari: modul va komponentlarni kodlash, kodlash standartlariga rioya qilish va versiyalarni boshqarish. Misol uchun biz GitHubdan foydalanamizmi, GitLabdanmi, Jiro'mi, Trello'mi, shularni misol qilsak bo'ladi. Birgalikda ishlash bu pair programming yoki code review deyiladi. Asosiy ulushi ishlaydigan dasturiy mahsulotni yaratish. Misol tariqasida talabalar login qismini aytsak bo'ladi. Test yaratish, modulni baholash funksiyasi, shularni misol qilsak bo'ladi. Xo'p, keyingi bosqich testlash. Testlashning vazifalari: modul testi, bu unit test. Unit test bizda eng qisqa test unit test hisoblanadi. Integratsiya testi, tizim testi, performance, usability, security, qabul testi, user acceptance test. Asosiy ulushi mahsulot sifatini ta'minlash, xatoliklarni bartaraf etish. Amaliy misol tariqasida talaba 30 ta testdan o'tganda tizim bahoni to'g'ri hisoblayaptimi yoki yo'q, shuni tekshirish. Joriy etish, ya'ni deployment, mahsulotni foydalanuvchi muhitga o'rnatish, foydalanuvchilarga dasturdan foydalanishni o'rgatish, tizimni sozlash va test sinovidan o'tkazish. Asosiy ulushi real muhitda foydalanishni boshlash. Amaliy misol: universitet serveriga tizimni o'rnatish, talablar va o'qituvchilarni ro'yxatdan o'tkazish. Xo'p, undan keyingi bosqich bizda maintenance, ya'ni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish. Foydalanuvchi murojaatlari asosida xatolarni tuzatish, yangilanishlar va qo'shimcha funksiyalar qo'shish, tizim samaradorligini kuzatib borish. Xo'p, loyihamizdagi asosiy ulushi mahsulotni barqaror va uzoq muddatli ishlashini ta'minlash. Amaliy misol: yangi imkoniyat, talabalar uchun onlayn chat qo'shish.